O'n qaranglar. Wow. Zo'rini boqing deyshadi, shunaqa. Mol qo'y chiqqanda sifir o'ynamaydi. Deylik 512 kilo bo'ldimi qotadi. Mol qachon tushsa keyin nolga tushadi. Deylik ustida sakrab tursa ham mana hozir ko'rsatib beramiz. 879. 79 ekan aka. Mana 79. Bitta akamdan qimlab boringchi. Qattiqroq. Qani o'zgarami ekan? O'sha 79 bo'lar ekan aka. Xudo xolasa, o'sha original Turkiyani zaplab qo'yilgan aka. Xudo xolasa hamma tarozimizga, kichkina tarozlarimizga 2 yil garantiya beramiz. Qolganlarga 5 yil. Deylik 2 yil ichida tarozning kallasi ishlamay qoldi deylik. Xo'p. Elektronika holatida besplatni almashtirib beramiz. 3 yil oldindan gapingiz bo'ldim. Birinchi syomkam, birinchi ish kunim mana shu yerdan boshlanganda. Qarang, Allohning ne'matini 3 yildan keyin yetib kelyapman. Mol sakrasa nima bo'lsa, kilogramm 200 ga 300 ga o'ynaveradi-da. Endi molga misol uchun jim tur deb bo'lmaydi. Shunday. Kallasi yo'qda, qo'poq aytganda. Lekin aka dehqon yutqazib qo'yish mumkin-da. Shunaqa. Shuning uchun mana shunday qotgani yaxshi ekan. Ha. Oluvchi ham yutqazib qo'ymaydi-da. Sotuvchi ham yutqazmaydi. Sotuvchi ham. Hozirgi kunda shu muammo bo'lyapti. Mana shu xunojilarimiz ichida hali egizak tuqib qo'yiladi-da. Bittasi umuman qochmaydigan bajadoni yo'q ham bo'lib qoladi-da. O'shanaqa xunojilar chiqib qoladi, shu tarozga tortib, qo'ymay sotaveramiz. Tarozga tortib foizini chiqarib olamizda, har doim chaqirib, bemalol sotaveramiz. Hammaga assalomu alaykum, Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz akalar Farg'ona viloyati Qo'qon kelganmiz akalar. Bugun chiroyli bir mavzuda sizlarga syomka qilib beramiz. Yaxshi molxonamizda akalar boqilib turgan sigirlar akalar novosa bor ekan, mana shularda qisqa ma'lumotini beramiz. Asosiy mavzumuzni hozir Abror aka bilan tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum. Abror aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan? Rahmat aka. Birinchi syomka qilib turishimiz siz bilan aka. Xudo xolasa bir manfaatli video qilib beraylik obunachilarimizga. Mablag' qilinglar akalar. Mashalloh. Semental. Chorni piyoslar hammasidan bor. Xullas katta bitta hurmatli obunachilarimiz semental, novos, semental xunajilar boqiladi. Asosiy mavzumiz bugun Abror aka siz bilan eng hozir dolzarb turgan tarozi haqida bo'ladi. Elektronika tarozi yasash xizmati. Olgan odamimiz o'zlari bilan maslahat so'rab ko'rsak. Aka, bir minut endi. Assalomu alaykum. Syomkani boshlab bordik-da. Mana shu katta fermani akalar, vet doktorlari. Assalomu alaykum. Aka, charchamasmi? Veterinar doktorlari. Mana aka, mikrofon. Aka, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Kevallaym aka, charchamay, yaxshimisizlar? Sementallar ko'p ekan, ha, bu yerda. Ha, rahmat. Mashalloh, men qaranglar akalar. Hammaga nasib qilsin, ha. Aka, bu yerda ko'proq bo'g'oz ekan, ha? Ha, bular endi yangi qochma nergilar, zagondagilar bo'g'ozlar. Bu tarafdagilar, ha? Bu tarafdagilar, ha. Mashalloh. Hozir novosangiz qolmabdi, bir qator ko'rib qo'ydimmi? Lekin novosani boqasizlar, o'zi. Urug'chilikka boqasizlar, to'g'rimi? Urug'chilikka boqamiz. Asosan sun'iy urug'lantiramiz bularni o'zimiz. Sun'iy ham urug'lantirasizlar. Sun'iy urug'lantiramiz o'zimiz. Bu tarafda endi aka sog'on sigirlar, Bu ha? tarafda bari sog'in sigirlar. Bitta ko'rsak bo'ladimi aka? Ha, mayli. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, bugungi mavzuyimiz va shu noodatiy, mana buni qarang. Aka, mana shuncha, mana misol uchun nimalarning sigirlaring bor-da. Sizlarga bu tarozini qanday foydalari tegyapti? Shu haqida bitta ma'lumot berib o'ting. Olganimizga bir 3 yilcha bo'lib qoldi. 3 yilcha bo'lib qoldi. Ha, o'sha Namanganlik Aka sizlar o'tiravering. Abror akam o'zi olib kelishyapmi? Ha, o'zlari olib kelishib, qanaqa ishlatishni qo'yib berib ketgan. Asosan bulardan shu xunojillarni kilosini tortamiz. Bu qanchalik muhim kiloni tortish? Biz asosan novvoslarni ko'proq tortardik-da aka. Burdoqchilikka baqiladigan buqalarni tortib turish kerak endi, qanasi. O'zi aslida shuna tortardik-da. Tortib, masalan, kuniga qancha ves qo'shishini bilib, masalan, 1 kilo, 1,5 kilo ves qo'shyaptimi, qancha qo'shyapti, tortib tursa, o'zi yaxshi bo'ladi-da endi. Aka, siz mana misol uchun veterinar doktor sifatida xunajilarga qanchalik kerak bu tarozi? Bu juda zarur bu, rosa kerakli narsa. Qanday? Mana misol uchun menga to'g'ri yangilik, biz novvos bilan shug'ullanamiz-da. Xunajillarni yosh qochirib qo'ysa ham, hosildorligi pasayib ketadi-da. Masalan, 350 kilo ves kerak-da unga, 14 oylik bo'lishi kerak yoshi. Vesi shu 350 kiloga chiqish kerak. O'sha normada keyin normada qo'yilsa, o'sha siz aytgan darajadagi sigir bo'ladi-da, natijani beradi o'shanda. Bu tarozi unga kerak. Tarozi ham shunga kerak. Olganingizga 3 yil bo'ldimi? Olganimizga 3 yil bo'ldi, 3 yildan beri ishlatamiz. Tinmay ekanda, shuncha mol bor ekan. Ichida
buzilib, boshqa narsa qilmadi. Yo'q, umuman zaryadkasi ham juda zo'r yetar ekan. Zaryadka ham nima emas. Bir marta qo'yilgancha. Zaryadka o'sha qo'ygancha turibdi-da, va. Zaryad ishlamaydi ko'pada. Kalasi 72 soatga yetadi bitta zaryad. Hop, hop. 2 soatda to'ladi zaryad. Hop. Keyin deylik bir kunda yarim soat ishlasangiz 71,5 soat qoladi. Ha. Zaryad. Zaryad. Deylik bular bir kunda 10 minut 15 minut ishlatar, 10 minut 15 minut o'zi 10 ta sigir tortish. Ha. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Depozitda. Hozir mana 3 yildan o'tgan bo'lsa, mana tarozini holatini ko'rib turibsizlar, hali usta ko'rmagan. 2 yil garantiyasi berilgan akalar. Malades. Aka buni unda ochib tushunma qilingchi. Bir afzalliklarni ko'raychi. Abror aka boshqalarga qaraganda tarozini qanaqa plyus-lari bor? Misol men tarozilarda mol firmalarga borganda ko'rganman. Endi sizlarga birinchi Namanganda chiqqan birinchilardan deydi-yu. Texnologiya. Keyin ham aytib qo'yay, o'zim ham birinchi ish kunim o'sha yerdan boshlangan. Ustozingiz bilan. Qani aka? Chiqib ko'rsatib beramiz mana. Siz necha kelasiz o'zi? Men Taxminan. 78-79 kilo kelaman. Ha. Endi bizni bitta tarozimiz afzalligi bor. Shunda aqabaqa yuringda kilo qotadi. Mana ko'rib turganingizdek aqabaqa yuring, bemalol. Yo'q, buni vobshe kerak narsa. O'ynamaydi-da bu. O'ynamaydi. Hozir mana 79 qotib turibdi, mana. Qotib turibdi. Bir xilda sifir metdan qotib ketadi, Abror aka. Просто ana bu video ko'rganingizda quyosh hisobiga sal sifir o'zi nima? No, lekin buni asosiy nima turibdi-yu, asosiy kelar. Ha, mana kelar 79 kelar. Ajoyib. Qani chiqib ko'ringchi aka, sizni bilamiz. Mana hozir 0 ga o'tirdimi? Chiqmay turingchi aka, chiqmay turing. Mana 0 ga o'tirdimi? Mana kelar 0. Chiqingchi Abror aka. 106 kilo mana qotdi. Hurmatli obunachilar, 3 yil bo'lgan ekan. Ha, yurib qana harakatlanishyapti, no lekin sifir o'ynagan yo'q. O'sha 106 ta qotib turibdi. Mana hozir agar to'g'ri ko'rsangiz bu o'ynagan yo'q. Telefonda lekin o'ynab turadi. Hozirgi sifir holatda hisobiga. asosiy narsa shu, tarozilarda deylik. Ha. Bitta nima deydi? Oluvchiga ham, sotuvchiga ham keldingizda bu. Ha. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo bo'lib o'ynab tursa, oluvchi bilan sotuvchining o'rtasida muammo tug'ilyapti. Shu qarang. Bizda ham masalan mana shu xunajillarimiz ichida hali egizak tuqib qo'yib qo'yiladi-da. Bittasi umuman qochmaydigan bajadoni yo'q ham bo'lib qoladi-da. O'shanaqa xunojilar chiqib bo'ladi, shu taroziga tortib, qo'yib sotaveramiz. Taroziga tortib foizini chiqarib olamizda, har doim chaqirib, bemalol sotaveramiz. Aka, washim kerak narsa ekan-a. Juda kerakli narsa bu fermalarga. Aka, novvos bo'lsa undan ham zarar. Ha, masalan, novvosingizni shuni tortasiz, fundasini chiqarib olib, bemalol sotaverasiz-da uni. Misol uchun agar kilasini. 1 kilo sement turgan bo'lsa, demak u yaxshi semirmayapti. Ratsion o'zgartiradi aytganingiz. O'zgartirasiz, shunaqa qilasiz. Ha. Keyin o'zi maksimal aka 2 kilo bir kunda. O'rtoqqa boqilgan novvoslarimiz-a. 100 kilosiga 3 kilodan ham beradi bir xilgilar yemdi. Trigvesiga ha, trigvesiga qarab, baqa bir xilga fermalar. Ha. O'shanga ham tarozi kerak. Tarozi kerak, tarozi zarur narsa. 2 kilodan semirganda aka, hozir kunda 130 ming so'mlik pul beradi kuniga bitta novvosda. Balog'ga yetgan novvosimizda. Endi uni kilosiga yemni berish uchun tarozi kerak bo'ladi. Tarozi kerak hamma narsaga, ha. Hamma narsa tarozi kerak bo'ladi. O'rtacha 40 ming beramiz, 50 ming tarozida beramiz. maqtashmasin, lekin juda zo'r taroz ekanda. Biz yetib hali zaryad qilganimiz yo'q buni. Keyin uni aka baquvvatliklarni tushuntirib beringchi, aka mutaxassis sifatida o'zingiz. Zapchasimiz zapchasi turkmaniki bo'ladi. 2 yil garantiyasi bilan. O'zi har bitta zapchasimiz 2 tonnalik bo'ladi. Bizda hozirgi kunda telefon qilib 500 kilo, 1 tonna, 1,5 tonnalik tarozi qilib beringlar, arzonroq deb so'rashyapti. Akalar, bitta shu tomonga aytib ketay. Bizda eng kam tonna 2 tonnalik mol tarozimiz. Sababi biz zapchasimiz turkmaniki bo'lganligi uchun. Turkiya bizdan ko'ra ancha rivojlangan sababli Turkiya eng kam tonnasi 2 tonnalik bo'lgan. Sababi deylik 1 tonnalik novvosni o'zini ko'tarib yurganda taroziga ha. Va o'shanda killar qo'shilib qoladi-da, ular hisobi, to'g'ri. Hisobiga ko'tarib yurganda tarozi ishdan chiqishni boshlaydi. 1 tonna kimlarda 1,5 tonnalik zapchasni sotishyapti, to'g'risi xalq aldanib qolyapti. Hozirgi kunda tarozi ko'paygan sababli sifatga bas nima deydi? Narxga e'tibor berib qolishyapti. Xudo xolasa o'zlari ko'rib turganingizdek, biz ishlab chiqarishni boshlaganimizga 5 yil bo'lgan. 5 yil ichida 5 yil oldin bizdan boshqa tarozi yo'q edi deyarli. Endi hozirgi kunda deylik, Gravel kelsa turganlar, Meshel kelsa turganlar ham hammasi tarozichi bo'lib ketyapti. Sababi tarozi sal ommaga nima bo'lib qoldi, tanish bo'lib qoldi, o'shaning hisobiga. Tarozilarimiz eng kam so'mmasi $520 dan boshlanadi. Undan ag'iga zakazga qarab ketaveradi. O'sha 520 lik tarozimizni ishxonaga borib bugun avzoq qilamiz. Eta vibrimiz ko'p-a? Xudo xolasa vibrimiz ko'p. Hali katta kilolarda ham, tonnalarda ham boradimi? Hammasidan bor endi. Gap yo'q aka. Mashallah. Yangida turibdi-yu aka. Yangi. Biz yaxshi saqlaymiz-da endi buni. Yomg'irlarda holatda turibdi mana yomg'irlar. Aka, yomg'irda buni qanday Salafan boylab qo'yamiz, ustiga turaveradi mana shunday. Mana shu yerda turadi joyi shu. Mashallah. Mana chotki holatda turibdi. Bo'ldi, endi bitta molxonani ham ko'raylikchi aka.
Yana bir. Nima deysiz? Novos, sigirlarni ko'rib qo'yaylik aka. Sigirlar ham sotilmaydi. Yo'q, sotilmaydi. Ko'rib qo'ysak bo'laveradi. Qiziqishga aka. Ruxsat bersiz aka. Bo'ldi. Biz obunachilarimizga havasga mana shuncha akalar sigir, bunachilar uchun o'sha aytganimizdek tarozi kerak. Mashalloh. Aka sun'iy urug'lantiradimi? Sun'iy urug'lantiradi bari, hammasi. U nimasi urug'i qayerdan keladi? Urug'i Chetdan sementallardagi avstriyskiy bo'ladi. Wow. Oqshin zo'rini boqing deyshadi, shunaqa. Ajoyib, ajoyib. Bo'ldi aka, bir manfaatli video bo'ldi-da bugun. Aka sizga katta rahmat. Aka, Mutaxassis sifatida baribir sizni bilimlaringiz kerak. O'zingiz qaraysiz mana shu yerga aka? ha, o'zim qarayman, shu yerga hammasiga o'zim qarab. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, salomat. Ketaymi aka endi? Qo'qondan Namanganga yuramiz endi. Hurmatli obunachilarimiz, mana manzilga yetib keldik. Namangan viloyati Pop tumani, metan zapravka. Bag'i akalar shu Qo'qonga Toshkentga chiqib ketadigan yo'l. Ha, stansiya bormi bag'da? Rahmat. Abror aka, bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Fermada zo'r ma'lumotlar berdik. Berdik, Xudo xolasa endi mana xohlasa. ishlab chiqaradigan o'zlarini kichkina zavodchalari, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, aka, bu yerda assortimentlarimiz ko'p ekan-a? Ha. Qo'ylarga, novvoslarga, keyin xullas etgan zakasiga qilib beraveramiz aka. Deylik, eng kichkina tarozimiz qo'y tarozi, 500 kilolik bo'ladi. Hop. Shu mol fermada aytib o'tganimizdek, eng kam tonnasi 500 kiloliklardan. Qo'y tarozimiz. Mana shu qo'y tarozimiz, hop. 100 kilolik, 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, 500 kilo puli bir xil chiqadi. Aha. Chunki o'sha zapchas qo'yiladi, o'sha material ketadi, 500 kilolik bo'ladi. Bu tarozimizning narxi $300. Baraka bozorini obunachilariga skitkasi bilan qilib beramiz. Qilib beramiz. Sizni O'sha hurmatingizdan. original Turkiyaning zapchaslari qo'yilgan aka. Xudo xolasa hamma tarozimizga, kichkina tarozlarimizga 2 yil garantiya beramiz, qolganlariga 5 yil. Deylik, 2 yil ichida tarozni kallasi ishlamay qoldi deylik. Hop. Elektronika holatida besplatni almashtirib beramiz. Deylik, Qoraqalpog'istonmi, Xorazmmi, Buxoromi, farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham biz bormasligiga maka zapchasini chiqarib beramiz. Mashalloh. Mana shu tarafimiz yangilaygan. Besplatni. Mana siz o'sha ustozingiz bilan kelganingizga 3 yil bo'lgan bo'lsa, shundan beri birortasi jalba qilmagan, xudo xolasa. Mana biz birinchilardan O'zbekistonda birinchi sotishni boshlaganimizga 5 yil bo'lgan pul tarozlarni. Mana YouTube'da ham ko'rsalaring, tarozi deb yozsalaring, birinchi bizniki chiqqanda. Hozirgi Turkiyada aka adashmasa. Shunda ham Turkiyada, mana hozirgacha Turkiya. O'zi tarozimizni olganlar bilishadi sifatini. Deylik, sifat darajasiga e'tibor berganlar bizni tarozini tanlashyapti. Agar endi deylik narx tomonlama narxini tanlay turganlar bo'lsa, sifati bundan pastroq bo'lyapti, boshqalardan olishyapti. Yana bir kun qaytib kelishadi yani. Zapchaska yoki taroz. Deylik, hozirgi kunda bo'lib turgan o'zlariga ishonib gapirishyapti-da. 3 yil oldindan gapingizni bo'ldim. Birinchi syomkam, birinchi ish kunim mana shu yerdan boshlanganda. Qarang, Allohning ne'matini 3 yildan keyin yetib kelyapman. Aka, bo'lmasa qarang. Mana shuni ham tekshir, aka, sizni bitta nima qilaylikchi, chiqib ko'ringchi, kilezni ko'raylikchi. Qolganlarga ham akam chiqarib ko'rsataveramiz. O'zingiz kilez necha kilo edi aka? kilom 78 kilo. Qani? 78-79. 79 ekan aka. Mana 79. Bitta aka bunday qimillab yuboringchi. Qattiqroq. Qani o'zgarami ekan? O'sha 79 qo'yar ekan aka. Xudo xolasa, hozirgi kunda o'sha aytib o'tganimizdek, mol qo'y chiqqanda sifir o'ynamaydi. Deylik, 512 kilo bo'ldimi qotadi. Mol qachon tushsa, keyin nolga tushadi. Deylik, ustida sakrab tursa ham mana hozir ko'rsatib beramiz. Sakrab tursa ham shu bitta kiloda qotadi. Sifir o'ynamaydi kilosi. Aka, ma'lumot uchun, men ko'rganman tarozilarda aytganingizdek, mol sakrasa nima bo'lsa, kilogramm 200 kilo 300 kilo o'ynaveradi-da. Endi molga misol uchun jim tur deyib bo'lmaydi. Shunday. Kallasi yo'qda, qo'poq aytganda. Lekin aka, dehqon yutqazib qo'yish mumkin-da. Shunaqa aka. Shuning uchun mana shunday qotgani yaxshi ekan. Ha. Oluvchi ham yutqazib qo'ymaydi-da. Sotuvchi ham yutqazmaydi. Sotuvchi ham. Hozirgi kunda shu muammo bo'lyapti. Oluvchi bilan sotuvchi hazil qilib tushuntiryapmiz, lekin mana shu narsa kerak narsa. To'g'rimi aka? Mana akamiz aniq sinab ko'rsatyaptilar. Xo'p, bu $300 biz obunachilarimizga kami bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor, faqat alohida kelishtirib chiqarib beramiz. Xo'p, tushunarli. Endi aka, manamiz novvoslar uchun. Bo'lganda ham 1,5 tonnalik novvosga javobmi aka? Xudo xolasa aka 2 tonnagacha javob beramiz. 2 tonna tortdim, sinib ketdi tarozing yo zapchasing ishlamayapti desa, yangi olib borib almashtirib beriladi. Xudo xolasa. Hech kam yo'q. Aka, yana bitta chiqib berasiz endi. Qani bu 79 kiloda chiqqanda
Men nassorakanlarni ham iloji bo'lsa ko'rib ketaman akalar. Qarang, bismillah. Ha, 79. Endi aka sal qattiqroq bunday qilib boringchi. Sakranchi. Молодец. Qancha chekkasiga boringchi? Chekkasiga boringchi. To'rtta burchagini ham bir xil ko'rsatadi. Aka uruvlarga ham qo'ygan ekansizlar-da, mashalloh. Lekin bola shu joyga bitta lak bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilarimiz. Bu narsa oldi sotda kerak bo'ladi. Misol uchun, aka fermasi 100 ta mol bo'lgan bo'lsa, har bittasidan 2 kilo 3 kilo agar minusiga o'lchab qo'ygan bo'lsa, fermachi akamizga ancha minus bo'ladi. Minus yoki ag'i oluvchiga ham minusdagi mol klassni ko'rinib ketadigan bo'lsa. Hozirgi kunda aka asosan Andijon bilan Xorazm ko'p tortadi tarozini, deylik. Vodiyda Andijon ko'p mol boqadi, vohada Xorazm. 3 ta 4 ta mol boqib turgandan bitta taroz olib qo'yapti. Sababi aka qassobga shu turishida novasi sotsangiz, 500 kilolik novasida 60 mingdan bo'lganda 30 millionga olishadi. Agar taroziga qo'ysa 20 kilo bo'lsa ham aka u degani 1 million 200 ming foyda deganda sotuvchiga. Shunga 3 ta 4 ta moli borlar ham qo'yib qo'yishyapti. Bozorlarda endi deyarli hamma bozorda shu tarozi bosib bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz. Keyin bu baquvvat aka. Baquvvatligiga aka temirlarni ko'rdim akalar, mana nechlik bu aka bu? 4 ga 4 profil bo'ladi. Zapchasi-yu, materiali-yu hamma narsasiga 2 yil garantiya beriladi aka, xudo xolasa. Bitta bez garantiyalik joyi ko'rsatib qo'ysangiz aka, mana shu kabeliga. Sababi garantiyasi bor deb e'tiborsizlik qilib tashqarida qoldirib qo'shyapti. Deylik, yomg'irda nima ichiga suv kiradi. Bu kabel mabodo tinchib bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab hamma joydan topsa bo'ladi. 35 mingdan 55 minggacha topiladi. Kabel. Mana shu kabel. Bitta shu kabelga garantiya berilmaydi, qolgan joyga. Lekin uni fermada akam 3 yildan tashqari turibdi deyapti-yu. Faqat salafan o'rab qo'yishgan, ko'rganingiz. Kabel turibdi-ku lekin. 3 yildan beri bemalol ishlashyapti. Siz aytib qo'yapsiz-da, rostdan ham masalan anchalar bezopaslik qoidalariga rioya qilsangiz, o'zingizga yaxshiga to'kda baribir, to'g'rimi aka? Xudo xolasa aka, tarozilar siz bilan bizni qaritadi. Sababi har bitta zapchasimiz 2 tonnalik o'zi aslida. Hop. 4 ta zapchas bo'lsa, 4 ta burchagidagi har bittasi 2 tonnadan bo'ladi. U deylik 2 tonna mol tortsangiz ham bu tarozimizga hech qanaqa kuch kelmaydi. Material 2 tonna, 3 tonna o'shanga moslangan. 1 tonnalik, 2 tonna, 3 tonna desam ham o'sha pul chiqadi. Bemalol garantiyasi bilan qilib chiqarib beramiz. Bo'ldi. Aka, hop bitgan holati mana o'sha kelar, ruchkalargacha bor ekan. Bu tarozimiz zakazga qilingan. Polni profil, usti listli bo'ladi. Bu tarozlarimizning narxi $650. Dastavkamiz bor, alohida kelishilgan holda. Hozir adi firma akamizga ham tagi temirdan edi. Tagi temirdan. Akamiz o'zi akilib bor aka buni. Endi kimgadir deylik taxtalik varianti, kimgadir temirlik varianti. Endi asosan xalq bo'lib narxi ham to'g'ri kelib turgan tarozlarimiz mana shular. Aka, qo'shimcha qilaymi? Bu taxta olinadi. Olinadi. Bu misol uchun labulari bo'lgan bo'lsa, shunaqa. Yechib turib, nimaga olib boradida, o'sha fermaga olib borib, tarozini yig'ib turib, yana ishlash. O'lchab yana labuga yana aka yig'ishtirib kelishaveradi. Chunki men buni ko'p ko'rdim. Bu nimaga tepasi yo'q buni? Bu tarozimiz bez reshotkalik holati. Kimdir svarkani o'zim qilaman. Menga shu tarozini nimasini, tek platformasini beringlar. Reshotkasini qilib olaman deganlar uchun. Bu tarozimiz shu tarozini bez reshotkalik varianti. Uzunligi 2 metr, eni 1 metr. Bu tarozimizning narxi $420 chiqadi. Akani sakrasizlarchi? Mana bu tomonga o'ting. 79 dedingiz aka. Mana akalar o'zgarmagan holatda hozir nima qilmay turavering. Akalar, men hozir mana olyapman, telefonda pirlayapti. Lekin tabiiy hayotda bu pirlanmaydi. Tana telefonda ko'rsatib beradi. Qanday aka sakraychi? Kiloni ham ko'rsating-da. Sakravering. Mo'g'aylarga sakrashyapti, lekin kilo o'zgargan yo'q. Bu narsa rosa kerak bo'ladi. Oldi sotdi-da. Keyingisi deylik arzonroq varianti bormi? Men o'zim svarshiyman deganlar uchun yana boshqa nimalarimiz ham bor, arzon variantlarimiz. Deylik bez reshotka, bez taxtalik. O'zim qilib olaman. O'zim qilib olaman, taxtam bor yoki konteyner materialdan qo'yaman deyishganlar uchun. Bu tarozimiz $400 turadi. Reshotkani qo'yib, bemalol ishlatishaveradi, ustiga taxta qo'yib. Yanada arzon variantimiz bor aka. Mana obunachilaringizga 4 ta zapchasimiz, mana komplekt. Zapchasdan sotiladi. 4 ta zapchas, kalla, kabel, bir komplekti $300 chiqadi. 2 yil garantiyasi bilan. 2 yil garantiyasi. Razmerlarini beramiz. Har qanday deylik mol taroz, ot taroz, qanaqa taroz yasashmoqchi bo'lsa, zapchasni o'zini chiqarib beramiz $300 ga, 2 yil garantiyasi bilan.
Keyingi tarozlarimiz deylik, mana yig'ishtirilgan variantlarini ham ko'rsatib qo'ysangiz obunachilarga. Mana xudo xolasa cheklanmagan miqdorda tarozlarimiz bor. Zaxiramiz ko'p. Zaxiramiz ko'p. Mana shu bular tarozlarimiz kimdirlar tarozisi to'g'rimi? Xudo xolasa zakazga tayyorlab qo'ygansiz. Xudo xolasa Tojikiston, Qirg'iziston asosan ko'p tortyapti hozirgi kunda. Telefon qilishdi-yu, qayerdan? Jaloloboddan. Jaloloboddan telefon qilishdi, ko'rib turganingizdek. Xudo xolasa bular mashina gaplashib qo'ygan, hammasi Qirg'iziston bilan Tojikistonga ketadi. Молодец. Keyingi tarozlarimiz ishlariga akalar o'zi ham baho berib qo'yasizlar. Yangi mana Xudo xolasa akalar biz syomka qilib tavsiya qilib ko'ramiz. Olib qo'ygan bo'lsangiz, o'zingizga plus-minus ancha yutuqlari bor. Endi batteriy narsa sotyapti-da baribir aka. Shunaqa aka. Keyingi tarozlarimizni ham ko'rsatsak aka. Aha. Qushxonalar uchun go'sht tarozi bu hali bitmagan holati, mana shu holatda bo'ladi. Zapchas qo'yilsa bo'ldi-da, bitadi bu. Ha, qushxonalar uchun. Qushxonalar uchun so'yilgan molda deylik 200 kilolik, 300 kilolik tarozi tortib yurishibdi-da hozirgi kunda. To'g'ri. Deylik shogird ham qiynaladi, qassobda o'zi ham qiynaladi, bitta sonni 3 kishi ko'tarib, alohida qo'yadi. Bu tarozimiz ham 2 tonnagacha bemalol ko'taradi. Razmeriga qarab 1 ga 1, 1.25 ga 1.25, 1.5 ga 1.5 xohlagan razmerlarni chiqarib beramiz. Aloqaga chiqishda narxini bunga shunaqasini zaptasini qo'ysangiz bo'ldiki, tayyor ekanda. Ha, bu tayyor tarozimiz. Keyingi tarozimizni ko'rsatsak. Bu tarozimiz 1.5 ga 1.5, ya'ni ruhli tarozilar xaladindilar uchun chiqarilgan. Paddon bilan bemalol tortaveradi bu tarozimiz. Bu tarozimiz ham 2 yil garantiyasi bilan chiqadi. Bu tarozimizning narxi $580 chiqadi. Xohlagan razmerlarda qilib berilaveradi. Молодец. Keyingi tarozlarimiz deylik mana 3.5 metrlik tarozlarimiz mana. Hozir ustida tarozi turibdi, buni yondan ko'rsatsak. Buni tayin etyapsizmi? Ha, tagidagi. Mashalloh. Bu nimaga? Mashinalargami aka? Ha, ko'mir bazalari uchun deylik, mini o'zlari olib sotib ko'mir sotib turganlar uchun, keyin metal bazalar uchun kerak narsa bu. 2 yil garantiyasi bilan xohlagan razmerlarda chiqarib beramiz. Eniga 1.90, 3 metrdan boshlab 4.5 metrgacha chiqadi bu tarozimiz. Aka bu nechi bo'ladi? Temirlari. 10li shvillar usti 5li lis bo'ladi. Bu tarozimizga ham 2 yil garantiya beriladi. Bu tarozimizda ham tonnasini ahamiyati yo'q. 5 tonna, 10 tonna o'sha pul chiqadi. Sababi tonnasi kattaroq zapchas qo'yiladi. Bizdan keyin ham garantiyamiz tugagandan keyin ham olgan odam og'rinib qolmasin degan maqsadda tonnasini kattaroq qo'yiladi. Keyingi tarozlarimizni ko'rsatsangiz. Hamma yo'q, yangi, hurmatli obunachilarimiz. Ha, bularmi? Keyingi tarozlarimiz aka. Bu 6 metrlik, yana 290, 3 metr. Bu tarozimiz mana ko'rib turganingizdek hamma joyi temirdan, bizda bitolli tarozi qilinmaydi, jeleza bitolli. O'zimiz yasaymiz, 5 yil garantiya bilan chiqaramiz. Mana ramalarni ko'rib turganingizdek 5 yil garantiyani ichida mabodo tarozi sinib ketsa, ishlamay qolsa, zapchas tinchisa 5 yil ichida almashtirib beriladi. 5 yil garantiyami? 5 yil garantiya bu tarozlarimizga. Klass maksimal qancha tonna? Deylik, bunisi 60 tonnagacha bemalol ko'taradi. 60 tonnagacha. 6 metrligi. Bunisi 8 metrlik. Tarozini 2025-yilda, hozir 25-yilda ommalashgan tarozimiz asosan shu bo'ladi. 2026. 2026 ga ham xudo xolasa zakazlarni oldik o'zi. Bularda ham egalari bor. Bu tarozimiz 8 metrlik. Selios uchun asosan hozirgi kunda vodiyda ko'rib turganingizdek, hamma fermerlar o'z bittadan qo'yib olishdi. To'g'ri. O'zbekiston bo'ylab metrini $9 dan olib borib o'rnatib 5 yil garantiyasi bilan o'rnatib beramiz bu tarozlarimizni. $9 dan metri. Metri. Eng kichkinasi 6 metrlik bo'ladi. Shundan keyingisi 8 metrlik bo'ladi. Undan kattasi 10 metr, 12 metr, aytgan metrda yasab berilaveradi. Hozir aka metr bu tarafda hisoblanadi, to'g'rimi? Ha, bunaqasiga hisoblanadi. Deylik 6 metr bo'lsa $5400 bo'ladi. Ha, shunaqa. Keyingisi 8 metrlik bo'lsa $7200 bo'ladi, 5 yil garantiyasi bilan. Aka, ishonmang, maza qildim, borib ma'lumotlar eshitdim. Borib akalar 3 yildan beri tarozi syomka qilganim yo'q edi, lekin borib, mashalloh. Mana ko'rib turganingizdek akalar, 80 tonna, 100 tonnaga bemalol garantiya beriladi. Aka, juda ko'p odamlarga tarozi beriladi-a? Xudo xolasa aka, bu yil tarozi qo'ymagan fermer qolmaydi inshaalloh. Hamma zakaz o'zi deylik Seliosda unga olib borib, bunga olib borib deb turib kilosidan yutqizdirib qo'ymaydi degan maqsadda fermerlar juda ko'p o'rnatishdi o'zi.
Andijon, Farg'ona, Namangan hamma o'rnatdi. Vaqtda endi Qashqadaryo boshlandi. Sirdaryolar ham Selyosga o'rganishdi. Hamma joyga olib borib o'rnatib berilyapti. Malades aka, gap yo'q. Assortiment ko'p, hurmatli obunachilarimiz. Mana lokatsiya ham yo'lni bo'yida. Dastlabkilari bor, kelishilgan holatda. Assortiment ko'p. Mashalloh. Bu yana bitta narsani aytib qo'yaman obunachilarga. Akalar sifat darajasi kerak bo'lsa, faqat bizni tarozidan boshqasini bilmadim. Chunki biz o'zimiz ishimizga garantiya beramiz. Hozirgi kunda ko'paygan narsaga tarozichi juda ko'payib ketdi. Biz boshlaganimizda tarozichi yo'q edi mana. Kim bilsa biladiki, O'zbekiston bo'ylab birinchilardan biz chiqarganmiz. Ya'ni Turkiya tarozilari yasash xizmatini. Hozirgi kunda tarozichi ko'payib ketdi. Biz tarozi yasashga o'sib qilmayapmiz. Bag'dan servis xizmat ko'payib ketyapti. Boshqalarda yasagan tarozisini olib kelishyapti yoki bizni chaqirishyapti. Akalar, kim tarozi chiqarsa, iltimos sizlardan iltimos qilib qolardik. Sifat darajasiga ham e'tibor beringlar, narxiga e'tibor bermasdan. Sizlarga ozgina akalar pulidan nima bo'ladi, ranjisa bo'ladi, lekin sifati aka aytganingizni Xudo xolasa garantiyasi bilan chiqadi. Bizda misol uchun ko'p odam telefon qilishyapti. Palonchidan tarozi oluvdim, pistonchidan tarozi oluvdim. Qilib berishmayapti. Sababi nimaga qilib berishmayapti? Garantiyasi bormidi desam, 2 yil garantiya deb tarozi buzilgandan keyin u biz aybimiz bilan bas. O'zingiz aybingiz bilan deb sekin sirpanib chiqib ketishyapti. U holat juda noto'g'ri narsa. Ustaman deb shu tarozini pulini yegandan keyin nimasini ham bajarib qo'yinglar. Oxirigacha servisini ham. Tushunali. Aka, rahmat sizga. Mana bu joy qizig'i bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Lekin rosa kerak aka, bitta nimaga, firmaga, hamma joyga kerak. Agar misol uchun 5-6 moli bo'lsa, unda ham kerak. Shunaqa. Har oyiga tarozi qilib turib, molni semirmaganini chetdan bilsa bo'laveradi. Shunaqa. Aka, sizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Zo'r syomka bo'ldi aka, gap yo'q. Yashang.